Xo'p, assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Xo'p, milliy sertifikat imtihonida tushish ehtimoli bo'lgan yana bitta masala bilan tanishib chiqsak. Xo'p, boshlaymiz. Odamlarda qon guruhlari ko'p asosida rivojlanadi. 200 mingta kishidan iborat odamlar populyatsiyasida dominant A genining uchrash частотасы 30% ni, dominant B genining uchrash частотасы esa 20% ni tashkil qiladi. O geni esa uchrash частотасы 50% ni tashkil qiladi. Xo'p, rezus musbat qon guruhi ni yuzaga chiqaruvchi gen dominant R geni, rezus manfiy qon guruhini yuzaga chiqaruvchi gen ustidan to'liq dominantlik qiladi. Populyatsiyada dominant R genining uchrash частотасы resessiv R genining uchrash частотasidan 4 marta ko'p. Xo'p, endi bizda 3 ta savol so'rabdi. Masala yetish davomida buni ko'rib chiqamiz, 3 ta savolni. Xo'p, boshlaymiz. Bizda 200 mingta 200 mingta aholi mavjud ekan. Bizga kerak bo'ladigan joyi mana shu asosiy. Xo'p, 200 mingta aholi. Endi bizda har bir genning, ya'ni qon guruhlariga tegishli mana bu A, B va 0 genlari bu qon guruhlarini ifodalovchi genlar hisoblanadi. Xo'p, A geni, B geni va O geni. Bizda A geni 0.3 ulushda yozib ketaman. B geni 0.2 ga teng, O geni esa 0.5 ga teng. Bular ikkalasi, uchalasining jami yig'indisi 1 ga teng. Endi bizda rezus musbat, ya'ni RH plusni biz R bilan belgilaymiz va buning uchrash частотасы RH minus, ya'ni kichkina R dan populyatsiyada dominant R genining uchrash частотасы resessiv R genining uchrash частотasidan 4 marta ko'p. Xo'p, endi bizda to'rt marta ko'p debdi. Buni o'zlarimizda olib ketishimiz mumkin. Qanday son o'zaro bir-biridan 4 marta ko'p bo'lishi mumkin? O'zaro bir-biridan ko'p, ya'ni yig'indisi 1 ga teng. Ikkita son orasidagi farq 4 ga teng bo'lishi kerak. Bizda bu 0.8 ga 0.2 desak, dominant R geni resessiv R genidan 4 marta ko'p bo'ladi. Endi bizda alohida ota-onalar genotipi berilmaganligi sababli har birini ana shu qon guruhlarini o'zaro va rezus musbat, rezus omillarini o'zaro chachishtirib chiqamiz. Xo'p, dastlab qon guruhlari ABO va ABO. Bularni o'zaro chachishtiramiz. Xo'p. Endi va rezus omil. Xo'p. Heterozigota genotipli organizmlarni o'zaro chachishtirsak, mana shunday gametalarni yozib olamiz. Xo'p, bizda uchrash частоталari berilgan. A niki 0.3, bu ham 0.3, B 0.2, 0.2, O 0.5. O 0.5. Bizda RH, ya'ni rezus musbat dominant R geni 0.8, resessiv R geni 0.2. Dominant 0.8, resessiv 0.2. Endi bizdan A shartida so'rayapti.
Ushbu populyatsiya tarkibida 4-qon guruhli rezus musbat odamlar sonini aniqlang. Bizda A shartda so'rayaptiki, A shartda so'rayapti. 4-qon guruhli, ya'ni IA va IB. Mana shunday 4-qon guruhli va rezus musbat. Mana shunday genetik organizmlar sonini so'rayapti. Bizda umumiy aholi soni 200 mingta edi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Xo'p, dastlab qon guruhlar o'zaro chatishilishi natijasida pennet ichida hosil bo'lgan 4-qon guruhli organizmlar sonini topib olamiz. Xo'p, bizda 4-qon guruhli mana bu yerda va mana bu yerda hosili bo'ladi. Bularning foizlarini topib olamiz. 0.3 ko'paytirilgan 0.2. Mana bu yerda ham 0.3 ko'paytirilgan 0.2. Bizda xo'p, 0.06 ko'paytirilgan 2 0.12 ga teng. Qon guruhlarining o'zi endi dominant R geniga ega bo'lgan genetikli organizmlar. Bu va mana bu uchtalasi kiradi. Bizda 0.8 ning kvadrati 0.8 ko'paytirilgan 0.2, bu ham 0.8 ko'paytirilgan 0.2 ga teng. 0.8 ning kvadrati 0.64 ga teng. Bunga qo'shamiz 0.8 ni 0.2 ga ko'paytirsak 0.16. Undan bu genetikga ega bo'lgan organizmda ikkitasi bo'lganligi sababli 0.16 ni 2 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 0.64 ga 0.32 ni qo'shsak 0.96. Bu ikkalasi yig'indisi 0.96 qo'shamiz 0.12 yig'indisi 1.08 ga teng. Buni umumiy organizmlar soniga ko'paytirsak, ya'ni 200 mingga ko'paytirsak 216 ming. mingta Xo'p, mana bu yerda adashib ketibman. Xo'p, bu yerda ikkalasini qo'shmaymiz. Ikkita pennet yozilganligi sababli bu yerda umumiy organizmlar sonidan ozgina oshib ketganday bo'ldi. Mana bu ikkalasi ko'paytiriladi 0.12 ga. Bunda 0.1152 chiqadi. Mana buni endi umumiy populyatsiya aholi soniga ko'paytirsak 23.040 ta. 23.040 ta aholida 4-qon guruhli rezus musbat genetik organizmlarni uchratishimiz mumkin. Endi B shartida so'rayapti. 2-qon guruhli rezus manfiy. 2-qon guruhli 2-qon guruhning 2 xil genotipi mavjud. A yoki 0 yoki A genotipi, ya'ni heterozigota va gamozigota varianti bor. Endi rezus musbat, Xo'p. Bizda rezus musbat resessiv edi. Rezus manfiy. 2-qon guruhli rezus manfiy organizmlar sonini so'rayapti. Bizda xo'p, 2-qon guruhli mana bu yerda va mana bu yerda 3 ta organizmda hosil bo'ladi. Bizda 0.3 ning kvadrati 0.3 ko'paytirilgan 0.5 va 0.3 ko'paytirilgan 0.5. Quyidagi organizmlarda 2-qon guruhli kuzatiladi. 0.3 ni kvadrati 0.09 ga teng. Unga qo'shamiz 0.3 0.5 ga ko'paytmasinidan ikkita bizda
mana bu yerda va mana bu yerda ikkitasi bor. Shuning uchun 0.15 ni ko'paytiramiz 2 ga. Xo'p, endi yig'indisi 0.39 ga teng. 0.39. Endi resessiv ergani, ya'ni rezus manfiy. Mana bu yerda bittasi bor. 0.2 ni kvadrati 0.04 ga teng. Xo'p, 0.04 ko'paytirilgan 0.39. Bu hosil bo'ladi 0.0156. 0.0156. Xo'p. Buni umumiy populyatsiya soniga ko'paytirsak, bizda hosil bo'ladi 3120 ta organizm quyidagicha genotipga ega bo'lar ekan. Endi S shartida so'rayapti. Ushbu populyatsiya tarkibida birinchi qon guruhli rezus manfiy. Xo'p, birinchi qon guruhli I0 va rezus manfiy. Birinchi qon guruhdan bitta chiqadi bizda. Mana 0.5 ning kvadrati bizda 0.25. Uni ko'paytiramiz. Bizda resessiv erganga ega bo'lgan organizmlarning uchrashi 0.04 ga teng. 0.2 ning kvadrati. Bularning ikkalasini ko'paytirsak 0.1. 0.01 ga teng. Buni umumiy populyatsiya soniga ko'paytirsak, 200 mingga ko'paytirsak, bizda 2000 ta organizm hosil bo'lar ekan. 2000 ta. Xo'p, shu bilan masalamizning yechimi tugadi.